Sotildimi aka? Qancha sotildi? Hormanglar aka, qancha baraka bo'ldi? 24 ga yili. 2009 barakasini bersin. 2009-yil 2400 ga baraka bo'libdi. Assalomu alaykum avtodom obunachilari. Xo'p, bugun 30-yanvar sanasi Andijon moshina bozoridan sotilgan, qaytganlar videolarni olishni boshladik do'stlar. Video boshlamasdan like'lab bosamiz do'stlar. Xudo xolasa video hamma uchun foydali bo'ladi. Damazimiz chiqib kelyapti, bilib qo'yamiz narxini. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? 25-69 ga zo'r sotilibdi. Sotildimi? Qanchaga baraka bo'ldi aka? Qanchaga ketdi? Qanchaga? 47 ga yili. 19-yil 47 ga baraka bo'libdi zo'r. Xo'p, bizda faqat hozircha Damazda sotilyapti, bilib qo'yamiz. Baraka bo'ldimi? Qanchaga ketdi? 6200 yili. 23. 30 ming. Kraskalar toza? Bitta petno bor. Barakasini bersin, zo'r. Gap yo'q. Zo'r sotilyapti. Nexia 3 so'raganlarga bitta bilib qo'yamiz. Sotildimi? Qancha baraka bo'ldi aka? 79 ming. 21. Gap yo'q. Barakasini bersin, kraskasi toza ekan. Sotildimi aka? Qanchaga? Aytib ketavering, qanchaga sotildi? Ayt yo'q. Sotildimi aka? Qanchaga? 6525 yili. 22-23 barakasini bersin. Nexia ikkimiz. Baraka bo'ldimi aka? Qancha sotildi? Sotmadimi? Sotamizmi? Qanchaga beramiz? 2016. Qanchaga? Yuravering. 4300 nomeringizni ayting. 94lik 433 0033 aloqa qilib qolamiz. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? 250 dan 1 yilga. Variantga. Gapi yil nechi? 2009. Barakasini bersin zo'r. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Video hamma uchun foydali bo'ladi do'stlar. Mashina olaman, sotaman deganlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Real narxlar faqat avtodomda do'stlar. Xo'pda, laboni bilib qo'yaylik narxini. Sotildimi? Qancha baraka bo'ldi? Yuravering. 8100, 25 4800. Barakasini bersin zo'r. Labomiz sotilibdi do'stlar. Yangi labo 8100 ga. Xo'pda, Cobalt chiqib ketyapti. Cobaltni bilib qo'yamiz narxini. Baraka bo'lgan bo'lsa. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Qancha sotildi? Endi sotamiz buni? Haydavering aka, keyingi safar aka. Ko'p ketyapti. Sotilmadimi aka? Hamma shoshilyapti. Nexia 3 ni bilib qo'yamiz. Sotildimi aka? Sotildimi? Qanchaga? 87 yili. 20-87 ga baraka bo'libdi. Do'stlar, Toshkentdan mashina arzon, Toshkentdan olib kelaman deganlar uchun Telegramda bitta kanal bor, Avtonuri kanali, ko'rinyaptimi sizlarga? Silkasini yozib qoldiraman. Xudo xolasa kirib ko'rishlaring mumkin. Dehqonlardan mashina so'raganlarga xudo xolasa chiqib qoladi deb. Nuri Avto deb post qilsalaring Telegramda chiqadi. Opsiyaga yozib qo'yaman. Xudo xolasa kirib turib bemalol ko'rishlaring mumkin. Arzon xudo xolasa Toshkentdan mashina bilasizlar o'zlaring. Qanaqa mashina kerak bo'lsa topib aloqa chiqasizlar, kelishib borib olib kelaverasizlar mashinani. Cherry sotildimi? Baraka bo'ldimi aka? Baraka bo'ldimi? Olmaylar. Sotiladimi? Qancha beramiz? 16 ming. 23. Kraskalar toza yurgani? Qancha? 30 ming. Nomeringizni ayting aka. 040 kodi 97 040 0086 aloqa qilib qolamiz. Cherry Tiggo. Arizomi sotilyapti, Cherry Arizo. Tracker 1 so'raganlarga. Sotilmadimi aka? Haydavering. Sotamizmi aka? Qancha beramiz? 12800 yili. 19. 70 ming. Nomeringizni ayting. Propanli. 94lik 832 68 aloqa qilib qolamiz. Nexia 1. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Sotilmadimi? Sotamizmi? Qancha beramiz? $800 yili. Kimyo? Banki bormi? Qancha bank qolgan? 17 million. Nomeringizni ayting. 95lik 166 13 80 aloqa qilib qolamiz do'stlar. Spark so'raganlarga Sparkimiz sotildimi? Haydavering aka. Xo'pda, Damas chiqib kelyapti. Damas bitta bilib qo'yamiz. Sotildimi? Qancha baraka bo'ldi aka? Hormanglar. 67 ga 20
23. Yurgani qancha ekan? 60 ming. Kraskalar toza, barakasini bersin, zo'r. 67 ga sotilibdi. Damas'ni bitta bilib qo'yamiz. Yana bitta Damas chiqib kelyapti. Sotildimi? Qancha baraka bo'ldi? Qancha sotildi? 47 ga yili. 18 barakasini bersin. Nexia'miz sotildimi? Qancha baraka bo'ldi aka? Qanchaga? 3000 ga. Yili 2008 3000 ga Cobalt'imiz chiqib kelyapti. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Haydavering, qanchaga? 6 ga yili 15 6000 ga zo'r. Maloshniy rangdagi Cobalt sotildimi? Damas. Qancha baraka bo'ldi? Qanchaga? 53 ga yili 2021 53 ga barakasi bersin. Gentramiz. Baraka bo'ldimi aka? Sotamizmi? Qancha beramiz? 7800 yili 2020 nomeringizni ayting aka. 91lik 169 34 94 kraskalari oldi kapotda. Telefon qo'llarida to'liq ma'lumot telefon orqali beriladi do'stlar. Ketib qolishyapti, hamma shoshilyapti. Sotildimi aka? Sotildimi? Qanchaga? Qanchaga olaylik? 11800 yili 21. Barakasini bersin aka. C2mi sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Sotamizmi? Qancha beramiz? Tezroq. 3,5 kam bor yili. Yili necha? 2010-yil. Kraskalari? Telefon nomeringizni ayting. 91lik 619 2204 aloqa chiqib qo'yamiz. To'liq ma'lumot telefon orqali beriladi. Oz yaxshi eshitilmayapti do'stlar. Sotildimi? Tiko qancha baraka bo'ldi? Sotmadimi? Qanchadan qaytdi? 2000 dan qaytdi. Berib olish kerak edi 2000 ga. Bu DJ Osmo sotildimi brat? Sotilmadimi? Sotilgan bo'lsa ham aytinglar kelmadi ana. Sotildimi? Brat qancha baraka bo'ldi? 12250 yili 25. Yurgani 5000. Barakasini bersin. Qutlug' bo'lsin aka. Cobalt sotildimi? Qancha baraka bo'ldi? 12200 yili 25. Barakasini bersin. 100 ming kam bor ekan. Zo'r. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? 10,5 ga yili 23. Yurgani qancha ekan? Avtomatda 83 ming, gap yo'q. Barakasini bersin. Zo'r sotilib. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Sotilmadimi? Sotamizmi? Qancha beramiz? 4000 kam bor yili 183 ming yurgan 2010. Nomeringizni qaytarib oling kodi bilan. 95 lik. Gap yo'q. Telefon qo'llarida yaxshi eshitmadim, to'g'risi to'g'ri. Spark so'raganlarga Sparkning narxini bilib qo'yamiz. Baraka bo'ldimi aka? Qanchaga? Yo'q, sotilmadi. Sotilmadimi? Sotamizmi? Qancha beramiz? 8,5 mingga. 8,5 yili nechi? 21. Nomeringizni ayting. 90lik aytavering. 5 Nechi? 200 545 1205 aloqa chiqaramiz. Qaytyapti ekan Sparkimiz. Xo'p, Kia K5 sotildimi-ku? Bilib qo'yib. Baraka bo'ldimi aka? Sotildimi aka? Sotilmadi, sotamizmi? Qancha beramiz? Xo'p, 2023 qancha beramiz narxi? 24,5. Variantdan bor ekan. Nomeringiz? Holatmasi savdosi. Nomeringizni ayting. 87lik 300 0101 aloqa chiqaramiz. Varianti ham bor ekan 10 ming pul bilan. Variantga ham chiqarar ekan K5imiz. Variantga so'raganlarga mana Kia K5 10 ming bilan chiqyapti. Bular hammasi sotilgan. Baraka bo'ldimi aka? Sotildimi? Sotilmadimi? Keyingi safar jumaga, xudo xolasa. Gentra baraka bo'ldimi? Sotilmadimi? Erta qaytyapmiz-ku jumaga, bo'ldi, haydavering aka. Xo'p, do'stlar, kommentda yozib qoldiramiz. Andijonda nimaga savdo juda ham past. Farg'ona, Qo'qonni ko'ryapsizlar, savdo qana bo'lyapti, sotilishni ko'ryapsizlar. Andijonda 1 soatdan berib turibman shu yo'lda. Sotilgan bo'lsa 10 ta 15 ta mashina sotildi xolos. Qolgan ko'pchilik qaytyapti. Endi juma payti bo'lyapti to'g'ri, lekin sotilganlar kam o'ta. Cobaltni bitta bilib qo'yamiz. Sotildimi aka? Qancha sotildi? Qonimda aka. Qanchaga olaylik? 9300 bor. 9300 yili 19 20 yurgani 105 ming. Mexanika. Kraskalari toza, barakasini bersin. Matiz'ni bilib qo'yaylik. Sotildimi? Qancha baraka bo'ldi aka? 2800 yili 2014. Kraskalari bor. Yurgani qancha ekan? 214 ming. Barakasini bersin, zo'r. 12 bilib qo'yaylik. Sotildimi aka?
Sotildimi? Yo'q. Sotamizmi? Qancha beramiz? 13 mingga beramiz oxiri. Uni 25, 23 mingga propani bor yuqori. nomeringizni ayting. 96 90lik 10 626 1000 aloqa qilib qolamiz. 10300 13 ming. 13 ming o'zi. 13 mingga berilar ekan do'stlar, telefon qilaveramiz. 4-pozitsiya 2025 ekan. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Sotamizmi? Qanchaga? 62 yili. 23 nomeringizni ayting. Ha, bo'ldi, haydavering. Sotildimi, brat? Qancha baraka bo'ldi? 2008, 2006. 2600 ga 2008 barakasini bersin, zo'r sotilibdi. Spark sotildimi aka? Sotildimi? Jumaga, xudo xolasa, keyingi safar aka, xudo xolasa. Xo'p, Monzamizni bitta bilib qo'yamiz, sotildimikanmi? Sotildimi? Sotildimi, brat? Sotamiz, qancha beramiz? Yuring. Yuring. 16800 Yili 16823. Nomer. turbina motor Nomeringizni ayting. 90lik 253 33 33. Aloqa qilib qolamiz. To'rtta uch ekan. Ular sotilmabdi shekilli, ko'pchilik qaytyapti do'stlar. Trekerlar mana qator hammasi juma payti bo'lyapti. Videoni biz ham tugatamiz shekilli. Andijonga kelib uzun video qilaman dedim, mana iloji bo'lmayapti, ko'ryapsizlar. Ko'pchilik qaytyapti. Menga endi sotilgan mashinalar kerak, qaytgan emas. Real narxlarni bilishimiz kerak-da. Boshqa joyga o'tamiz endi, sal nariroqqa borsak. Ular hammasi qaytayotgan mashinalar sotilmagan. Sotildimi aka? Sotildimi? Qanchaga? 27,5 yili. 2009 barakasini bersin. 27,5 2009-yil. Xo'sh, trekerimiz sotilgan bo'lishi kerak. Qancha sotildi aka? 16850 nasiyaga. 16850 nasiyaga. Yil nechi? 23. Qancha yurgan ekan? 54 ming. Barakasini bersin, zo'r. 23 trekerimiz nasiya savdoga ketibdi. Latvia. Sotildimi aka? Sotildimi? Qanchaga? 4,5 ga yili. 13. Barakasini bersin. 4,5 ga 2013. Sotildimi aka? Qancha sotildi? 43 ga yili. 11-yil 43 ga zo'r sotilibdi. Sotilmadimi aka? Haydavering. Keyingi safar. Jentram bilib qo'ylik. Qancha baraka bo'ldi aka? Aka buni men sotaman. Endi xudo xolasa. Bitta Damas chiqib kelyapti, bilib qo'yamiz. Sotildimi aka? Qanchaga? 6750. 6750 yili. 24. 39 ming barakasini bersin, yurgan 39 ming ekan. Nima? Qancha baraka bo'ldi aka? 39 yili. 15 toza barakasini bersin. 39 ga do'stlar 2015-yilda emas. Kraskasi toza ekan, yurganini so'ramadik, ulgurmadik. Bitta Sparklar bilib qo'yamiz narxini. Sotildimi aka? Haydavering. Sotilmadimi? Haydavering. Cobalt sotildimi? Telefonda gaplashayotgan ekanmiz. Xo'p, Damas, Tico ularni ham bitta bilib qo'yishimiz kerak. Sotildimi? Sotilmabdi. Ticoni bitta bilib qo'yamiz. Baraka bo'ldimi? Ko'pchilik jumaga qaytyapti do'stlar. Sotilmabdi. Bo'ldimi? Sotilmadimi? Bo'ldi, haydavering. Qaytyapti do'stlar, ko'pchilik mashinalar. Mana videoni tugataman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, keyingi tochkamiz xudo xolasa Farg'ona bo'ladi. Farg'onada endi bunaqa bo'lmaydi, Andijondaqa Farg'ona, chunki faqat sotilganlar olamiz. Qaytganlar kam bo'ladi Farg'onada. Videolar ko'rasizlar o'zlaring. Videolarni layklab bosamiz. Bozorga ishga kirib ozgina syomka qilishimiz kerak, sotiladigan mashinalarda ham ozgina vaqtimiz bor. Layklab bosib, obuna bo'lmagan bo'lsak, obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.